Shaharda markazda hovli uy sotiladi. 608 sotkga ega bo'lgan 9 xonadan iborat gaz, suv, svet, kanalizatsiya muammo yo'q. Hozir mana shu uyni bir qator siz bilan ko'rib chiqamiz. Qani, marhamat. Hovli uyimizga ham kirib oldik. Ko'rib turibsiz. Mashina qo'yadigan joylarimiz ham bor. Boshida kirganimizda o'zimizning sanuzel, hammomlari, hojatxonalari bor. Bu tarafida bo'lsa oshxonamiz bo'ladi. Ro'paradagi ikkita katta uyimiz bor. Zal bilan yotoqxona bo'ladi. Tepada 3 ta xonamiz. Bu tarafda esa 4 ta katta xonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, ziloniy zonalari ham bor, kattagina mevali daraxtlari bor. Qolaversa uyimizning podvallari ham bor. Mana shu xonadonimiz barcha jihozlari bilan sotiladi. Narxini aytgunimcha Fayzli Vodiy bozor Instagram hamda Telegram kanalimga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib qo'ying. Mana shunday uylarda to'liq ko'rgis kelsa, Fayzli Vodiy bozor Telegram kanalimga ulanib oling. Narxiga keladigan bo'lsak, 145 ming kami bor. Pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan kelishib olasiz. Olganga ham, sotganga ham barakot bersin, bizni kuzatib boring. Xayr. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, o'zimizning Furqat ko'cha bo'ladi. Ko'rib turibsiz, o'zimizning Konechka bozorchasi, orqasida Akmal Farm aptekasi bor. Mana shu Akmal Farmning ro'parasidagi mahalla bo'ladi. Bilsi kiyim-kechaklar oldidan kirganingizda o'ng qo'l tarafda 4-xonadon bo'ladi.